turadigan PvP jangchi deb o'ylaysizlarmi? Unday bo'lsa, bu videoni ko'ring. Biz hozir YouTube platformasiga kiramiz. O'zi mana bu o'yinchi bor. Hozir boshdan qo'yaman. O'zi dunyoda birinchi o'rinda turadigan ITZ Realme degan shu o'yinchi. Lekin dafabisni bu yerda zo'r ko'rsatishyapti mana bu yerda. Izdirimandan kuchliroq. Marlow degandan kuchliroq. Do'stlar, hozir mana ko'rgan bo'lsanglar, mana ITZ Realme bu o'yinchi dunyoda birinchi o'rinda Marlowni ham yenggan. Hozir qo'yib beraman. Yo'q, dafabis chiqyapti hozir. Hozir. Mana. Yo, you're actually Sizlar ko'rasizlar. I've never seen anyone do that before. Do what? What did I do? Like I anchored and then you just anchored it again. This is gonna be a long fight and I'm gonna win. I could just end it right now. Do Bu it. ikkalasi ham kuchli. Mana. Dunyoda birinchi o'rinda turardi Marlow. Bakın hepsi Marlow. Hazır. Obunachilar o'zingizlar ko'rib baho beringlar. 1 dan 10 gacha kommentariyada yozib qolishingizni kutaman. Men obunachilarimni kanalga reklama qilib beraman. Hozir sizlarga bittasini reklama qilib beraman. Sizlar men kanalimga obuna bo'lasizlar, men ham sizlarga reklama qilib beraman. Meni videolaringiz. Mana Fasterjon deganga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kuchukcha Fasterjon, pastchiqcha 26. Yo'q, 46. Barchaga xayr. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Dafabis eng kuchli, meni kommentariyada yozib qoldirasizlar.